Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 5-ci yıl Ürümçi qırğınçılığını lənətləş, Şərq Türkistanның müstəqilligini tələb qilish üçün namoyiş o'rinlashtirildi. 2009 yılı 5-ci iyul günü Xitoy Şərq Türkistanda Ürümçi qırğınçılıq elib berib, sansızlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini o'ldirdi va yaralandırdı. Bu vaqa bu yıl 13-cü yılığa qadam qo'ygan irqiy qirg'inchilikning yo'lini ochgan bir burilish nuqtasini yaratdi. Oradan 17 yil o'tgan bo'lsa-mu, Sharq Turkistonda yanala adolat o'rnatilmadi. Irqiy qirg'inchilik avjiga chiqib 13 yil o'tgan bo'lsa-mu, jinoyatlar izchil davomlashmoqda. Faqat mustamlikachilikning oxirlashishi va Sharq Turkistonning mustaqilligini qaytadan qo'lga keltirishlar uzun muddatlik erkinlik, bexatarlikning asosini yaratadi, adolatni barpo qiladi. Sharq Turkiston surgundi parlamenti, Şərq Türkistan Milli Uyg'onish Hareketi, Şərq Türkistan fondining vakillari 5-ci iyul kuni, ya'ni yakshanba kuni tushdan keyin soat 1dan 3gacha Amerika Oqsaroyning atrofida namoyish o'tkazishni qaror qildi. Namoyishda 2009 yili 5-ci iyuldagi Ürümçi qirg'inchiligi va undan keyingi barliq jinoyatlar uchun javobgarlikni ustiga olish, Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan davlat deb e'tirof qilish, irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak va Xitoy mustamlikachiligini oxirlashtirish, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mustamlikadan qutquzishni talab qilish xitobnomasining ro'yi bo'yicha mustamlikachi davlatlar va xalqlarga mustaqillik berish talab qilinadi. Sharq Turkistonlik qarindoshlarning namoyishga qatnashishini umid qilamiz. Norvegiya Sharq Turkiston jamiyati 5-ci iyul kuni tushdan keyin soat 2dan 3gacha Norvegiya parlamentining oldida namoyish o'tkazishni qaror qildi. Namoyishga Sharq Turkistonliklarning qatnashishi talab qilindi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Abdullah Nur Efendi Şərq Türkistanның müstəqilliyə hörlük erişinin birdən-bir yolu dedi. Yer şəhəri xəbərləri toru 28 iyun günü Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Təşqi İşlər və Bexatarlik ministri Alberta Uyğur Cəmiyyətinin qurğucusu Abdullah Nur Efendini Alberta Uyğur Cəmiyyətində ziyorat qildi. Abdullah Nur Efendi Şərq Türkistan xalqining Xitoy ishg'ol qilgandan buyon, bo'libmi 2014-yili irqiy qirg'inchilikni shiddatga chiqargandan buyongi Xitoyning chekidan oshgan irqiy qirg'inchilikni, oilasining beshiga kelgan baloyi qazolarni, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun muhojiratda qilayotgan harakatlarini, hayotini anglatdi. Sharq Turkiston xalqining erkinlikka erishishining birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, Sharq Turkistonda Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklarni Kanada hukumatining e'tirof qilganligining Sharq Turkiston uchun muhim bir qadam hisoblanganligini, Kanada hukumatini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarning Sharq Turkistonning mustamlikadan qutulish, mustaqillikni asliga keltirish ko'rishini qo'llashini talab qilganligini aytdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Şərq Türkistan Milli Uyg'onish Tashkilotining qurg'uvchi raisi Salih Xudoyor Hindiston Beyjonning yolg'on va'dalar va ilm-fikirlarga aldanib qolmasligi kerak dedi. Yangi Hindiston bayoni xabar torining 23-iyun kunidagi xabarda mundaq deyildi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Hindiston bilan Xitoyning bir-birining negizlik manfaatiga hurmat qilish va qo'shni davlatlarning uzun yillardan buyongi chegara masalasidagi jiddiylikdan keyingi munosabatni muqimlashtirish uchun tirishchilik ko'rsatishni davomlashtirayotgan mezgilda ikki davlat rahbarlarining o'rtaq tunishni amaliylashtirish uchun konkret qadamlarni tashlashining muhim ekanligini aytdi. Wang bu so'zlarni dushanba kuni Yangi Delhida BRICS ya'ni kesak davlatlari bexatarlik maslahatchilari yig'ini mezgilida Hindiston davlat bexatarlik maslahatchisi Ajit Doval bilan so'zlashganda qilgan. Hindiston bilan Xitoyning chegara masalasida alohida vakillik vazifasini o'tayotgan ikki rahbar ikki taraflik munosabatlarni ko'zdan kechirib, normallashish jarayonidagi ilgarilashlarni muzokara qilgan. Wang Hindistonning Xitoyning muhim qo'shnisi ekanligi, ikki taraflik munosabat asliga kelish va yaxshilanish yo'liga qaytib kelganligini aytgan. Wang ikki davlat rahbarlarining yaqinqi uchrashuvlarining ahamiyatini ta'kidlab, ikki davlat rahbarlari Xitoy bilan Hindistonning raqib emas, balki sherik ekanligiga qo'shildi. Bu ikki taraf o'rtasida eng muhim strategik o'rtaq tunishni o'rnatdi va Xitoy-Hindiston munosabatining sog'lom, muqim taraqqiyoti uchun muhim harakatlantirgich kuch va strategik kafolat bilan ta'minladi degan. Wang Xitoy bilan Hindistonning munosabatiga uzun muddatlik va dunyoviy nuqtadan qarash kerakligini aytib, dunyodagi eng ko'p nupusga ega ikki davlat bo'lish sifati bilan Xitoy bilan Hindiston ikki taraflik munosabatga uzun muddatlik nuqtadan qarab qolmay, balki dunyoviy nuqtadan hamkorlikni ilgari surish kerak degan.
va yana ikki tarafning rahbarlarining tushunishini amaliylashtirish va Janubiy yarim sharning taraqqiyot orzusini qo'llash uchun hamkorlikni ilgari surish kerakligini ta'kidlab, bir-birining yadrolik manfaatiga hurmat qilish, sazgur masalalarni muvofiq bir taraf qilish va Xitoy-Hindiston chegara masalasini ikki taraflik munosabatning umumiy yo'nalishiga ta'sir ko'rsatmaydigan shaklda muvofiq o'ringa qo'yishning muhimligini ta'kidlagan. Sharqi Turkiston Surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Sharqi Turkiston milliy harakatining qurg'uvchi raisi Salih Xudoyev 23-iyun kuni ijtimoiy axborot vositalarida buningga inkos qaytirib, Hindiston Beyjingning yolg'on va'dalar va ilm-fikirlarga aldanib qolmasligi kerak. Xitoy Hindistonning Oqsaychin rayonini ishg'ol qilib, Hindiston zaminiga tajovuz qilib, ishg'oliyat ostidagi Sharqi Turkiston va Tibetda harbiy kuchini ko'paytirib, Hindistonning texnik ko'p zaminini egallashni maqsad qiladi dedi. Amerikadagi oliy maktablar Xitoyning ta'sir ko'rsatishidagi ziyonli faoliyatlarning markaziga aylangan. Maktab oilasi islohoti, ya'ni Campus Reform xabar to'rining 25-iyun kunidagi xabarida mundaq deyildi. Xitoy Amerikadagi ta'sir kuchini zo'r darajada kengaytayotgan bo'lib, oliy ma'rif bu xil ziyonli faoliyatlarning asosli yo'li bo'lgan. Eng ko'p diqqat Amerika universitetlarining Xitoy mablag'ini qabul qilishiga va Xitoy bilan munosabatli tadqiqotchilarning boj topshiruvchilarning pulini elishiga markazlashgan. Qandaqla bo'lmasin, Xitoyning singib kirishining texmo diqqat qilishga arziydigan yana bir tarafi Xitoy o'quvchilar va olimlar, ya'ni Xitoy o'quvchilar va ziyolilar jamiyati bo'lgan. Butun mamlakatdagi oliy maktablarda jami 150 Xitoy o'quvchilar va ziyolilar jamiyatining tarmoq bor bo'lib, bu tashkilotlar Xitoy Kompartiyasining birlik xizmatida markaziy rol o'ynaydi. Xizmati chet eldagi Xitoy o'quvchilarini nazorat qilish, hokimiyatga qarshi har qanday shakldagi qarshilik ko'rsatishni bostirish va partiya bilan munosabati bo'lmagan shaxslar bilan birlikda ishlashni o'z ichiga oladi. Xitoy o'quvchilar va ziyolilar jamiyatining asosli qonunlari, to'rbatlari va a'zolaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy konsulxonalari bu guruhlarni nazorat qildi va bevosita qo'llaydi. Bu jamiyatlar o'zlarining Xitoy Kompartiyasi bilan bo'lgan munosabatini yoshirish uchun qo'lidan kelishicha tirishchanlik ko'rsatdi. Akademik erkinlik va so'z erkinligiga xatar ostida bo'lib, Xitoy o'quvchilar va ziyolilar jamiyatining Beyjingning tashviqot mashinasiga qarshi turadigan o'quvchilar, tadqiqotchilar va guruhlarni cheklab qo'rqitdi. Bu guruhlar Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid soladi. Ular Beyjingning yaqinqi yillardan buyon tuzilishayotgan harbiy qurilishiga yordam berish uchun Xitoy fuqarolarini aqliy mulk va sazgur uchurlarni o'g'irlashga jalb qilish va safarbar qilishda muhim rol o'ynaydi. Aqliy mulk o'g'irligi Amerika iqtisodiga yilida 400 milliard dollardan 600 milliard dollargacha ziyon solgan bo'lib, buning asosli jinoyatchisi Xitoy. Xitoy Kompartiyasining sazgur deb qaragan faoliyatlarni bekor qilish talabiga bo'ysunish bu guruhlarni qonunlashtirish rolini o'ynaydi. Amerika akademik sohasining bu masalani hal qilishga qiziqmasligini nazarga olganda, Trump hukumatining harakatga o'tish vaqti keldi. Bu tashkilotlarni cheklashdan keyingi eng yaxshi usuli Amerika Davlat ishlari ministrligining ularni chet el missiyalari qonuni bo'yicha chet el missiyalari deb atash va bo'limlarning ommaviy faoliyatlar uchun rasmiy hukumatning tasdiqini olish va moliya sodisi, shundoqla xodimlar to'g'risidagi uchurlarni oshkorlashi talab qilinadi. Mustamlikachining zihniyati. Burxon Muhammad. Har qanday bir quldor uchun aytganda, eng qo'rqinchli ish qullar qo'zg'algan. Shunga har bir qul yoshirin to'polonchi. Ammo manqurt bo'lsa mutlaq mustasno. Uningda to'polon ko'tarish, isyon ko'tarish degan form zodala mavjud bo'lmaydi. Uningdan faqat bo'lish, uni maxsus kuzatishma hojatsiz. deb yozadi O'yg'oq adib Chingiz Aytmatov. Amaliyotda Aytmatov har bir zamondoshi o'qib tushunadigan tilda anglashga tirishgan mazkur bayonida mustamlikachi bilan o'zining qo'liga tushgan xalq o'rtasidagi munosabatni tushuntirishga tirishadi. Bu yerda qullardan maqsad mustamlikachi, quldan maqsad mustamlikaga uchirg'ichi xalq ko'zda tutilgan bo'lib, mustamlikachi uchun mustamlikasi ostida har bir shaxs manqurtlashtirish obyekti. Dushman tutilish uchun uning isyon ko'tarishi yoki ko'tarmasligi orasida, osiy qul yoki itoatkor qul bo'lishi orasida, mo'min fuqaro bo'lish yoki bo'lguncha unsur bo'lishi orasida mustamlikachi uchun farq yo'q. Uning mustamlikasi ostida bo'lishining o'zila dushman tutilishga, tahdid deb bilinishga yetarli. Tahdidni bir taraf qilishning yo'li bo'lsa, mutlaq itoatkorlikdan xotirjam bo'lish. Buning yo'li bo'lsa, faqat va faqat dushmanni manqurtlashtirish, uningdagi insonlik xususiyatlarini vujudidan sug'urib tashlashdir. Bir mahbusni ko'z oldimizga keltiraylik. U tutqun qilg'uvchisi tarafidan xo'rlangan, oziqlanishga tegishli har turli oziq-tulikdan mahrum qilingan, och-yalang'och qo'yilib, jon saqlashdan boshqa fursat qolmagan. Mahbus yashash uchun yeyishi kerak, kiyinishi kerak. Shundaq chaqda eliqi tutqun qilg'uvchi kelib,
uning oldiga cho'chqa terisidan yasalgan ishta haykali fasonidagi kiyimni kiyishga zo'rlaydi va bir qacha it go'shti sho'rpasini oldiga qo'ydi. U deydiki, sening hayot qilishing mening ilkimda, tirik qolay desang, bundan keyin bu turma ichida ishta haykali fasonidagi kiyimni kiyishing. Men bilan udul kelganda tiz cho'kishing, faqatla it go'shti sho'rpasi bilanla jon saqlashing kerak. Sening men sungan usuldan boshqa usulni tanlash haqqing yo'q. Men sungan yashash yo'lidan boshqa hayot qilish yo'li izlashingga, hatto men tanlab bergan usuldan boshqa usulda o'lishingga ruxsat yo'q. Yuqorqi tasvirda mahbus asoratli insonga berilgan kiyim uning kimligiga, it go'shti sho'rpasi uning inson peti qilishini to'sish uchun majburiy talqin qildirilgan moddiy va ma'naviy ozuqlarga tamsildir. Mana bu asorat ostidagi rejimning uning iskanjasi ostida yashayotgan insonning qadr qismati. Mana bu dal insonligidan chiqarishga qisqilayotgan, majburlanayotgan va insonlik sharifidan g'alati maxluqlik darajasiga tushib berishga majburlanayotgan va boshqa hech bir chiqish yo'li berilmagan asoratli insonning mustamlikachisi oldidagi hol vaziyati. Aytmatovning qul bilan manqurt orasidagi farqlar ichida manqurtni uningda men degan ang yo'q. U o'zining odam ekanligini bilmaydi. U bir tili tutuq maxluq hayvon deb sifatlashimi, mustamlika ostida o'zini fuqaro sanayotgan, atalmish fuqarolik haqqi va huquqi borligi bilan o'zini bezlayotgan har bir shaxsning amaliyotda mustamlikachi nazaridan yoshirin tahdid chekka urilgan qul hisoblanganligi. Toki u insonlik xususiyatlari o'lgan binormal maxluqqa o'zining aslida inson ekanligini anqirmaydigan, insonlikning ta'sirida bo'lsa-mu mustamlikachisiga tiz bitmaslik, qarshilik ro'yini yo'qotib qo'ymaslik kerakligini anqirmaydigan darajadagi odamsimon hayvonga aylanmoqcha tahdid qilishni davom qildiganligidek bir uchurni berishdan boshqa narsa emas edi. Darvaqa mustamlikachi uchun ishg'oliyat ostidagi insonning insonligi, kishiligi muhim emas. U har vaqt besilgan tuproqning kelgusi xo'jayini bo'lish mumkinchiligi bo'lgan, kuni kelib isyon ko'tarish potensialiga ega mangulik tahdid. Bu tahdidning yo'q qilinishi uchun mutlaq itoat qilish kerak. Mutlaq itoat amaliyleşmaganda uni fuqarosi nomida mahbus qilib tutib turishi, tizginlashi lozimki, buning uchun uning insonligi zaxmlanishi, xo'rishi lozim. Uning tizginida tutilishi uchun boshqa jo'g'rafiyaning insonlari bilan o'xshashligi bilinadigan insoniylikdan iborat o'rtaq nuqtalari buzib tashlanishi kerak. U asoratli ekanligini unutib, mutlaq bo'ysunsa, mutlaq itoat ko'rsatib kun kechirsa bo'ladi. Lekin ashu tuproqning o'rpi va kimligini yepinchi qilgan inson bo'lib yashasa bo'lmaydi. Shunga uning yepinchisining nimadan to'qilishi, qaysi kimlikka mansub bo'lishi va qanday bichimda yashashi faqat mustamlikachi tarafidan belgilanishi lozim. U mustamlikachi sungan moddiy yashash shaklidan ma'naviy tus berilgan sunniylashgan ruhiy uzuqlardan yuz o'rsa bo'lmaydi. Uningga farqliq ma'rifat, farqliq ideya va farqliq kultur bilan uzuqlanmoqchi bo'lsa, kimligini, insonligini asliga keltirishga urinsa, odamiylik vasflarini qaytadan o'zida tikilmoqchi bo'lsa va buningga kerakli ma'naviy uzuqlanish manbalari bilan uchrashsa, zaratlansa bo'lmaydi. Shunga tahdid bir taraf bo'lganga qadar doim kontrol ostida bo'lishi shart. Tahdid bir taraf qilinganda, ya'ni manqurtlashtirish, yana bir ma'nodan elib aytganda, assimilyatsiya qilish amalga oshganda, u chog'da insonlikdan iborat haliqi o'rtaq nuqtaning pilikiga qaytadan o't tutishidan ansiralmasmi bo'ladi. Mana bu davrimiz mustamlikachiliginin zihniyati. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.